2026 yilgi yangi Chevrolet Epita. Bu zamonaviylik, qulaylik va kuchni birlashtirgan biznes klassdagi sedan bo'lib, Chevrolet kompaniyasining eng so'nggi texnologiyalari bilan jihozlangan. Ushbu model nafaqat tashqi ko'rinishi, balki ichki imkoniyatlari bilan ham haydovchilar va yo'lovchilar uchun maksimal darajada qulaylik yaratadi. Avvalo, 2026 Epita dizayni juda jozibador. Old panjarasi yanada kengaytirilgan, LED faralar esa o'tkir va zamonaviy shaklda ishlangan. Yon tomondan qaralganda avtomobilning aerodinamik chiziqlari unga sportcha uslub bagishlaydi. Orqa tomonda esa LED chiroqlar va xrom elementlar bilan bezatilgan bamper Epitaga hashamatli ko'rinish beradi. Salonga kelsak, yangi Epita ichki qismi premium darajadagi materiallar bilan jihozlangan. Keng ekranli multimedia tizimi, raqamli asboblar paneli va ovozli boshqaruv funksiyasi haydovchiga qulay boshqaruv imkonini beradi. Shuningdek, old va orqa o'rindiqlar isitish hamda sovutish funksiyalariga ega. Ichki yoritish tizimi, ambiyentlik, kechki payt yo'lda yoqimli muhit yaratadi. Texnik jihatdan 2026 Chevrolet Epita ikkita dvigatel varianti bilan taqdim etiladi. 1.5 litrli turbo benzinli va 2.6 litrli turbo versiya. Ikkala variant ham 6 yoki 8 pogonali avtomatik uzatmalar qutisi bilan ishlaydi. Avtomobil yo'lda barqarorlikni saqlovchi, yonilg'i tejamkorligi va past shovqin darajasi bilan ajralib turadi. Xavfsizlik sohasida ham Epita ilg'or texnologiyalarni o'z ichiga olgan. Unga avtomatik tormoz tizimi, yo'l belgilarini aniqlash, kor joylarni kuzatuvchi sensorlar, adaptiv kruz nazorati va avtomatik park tizimi kiradi. Chevrolet Epita 2026 yilgi modeli texnologiya, dizayn va qulaylikni birlashtirib, o'z segmentida jiddiy raqobatchi bo'lishi kutilmoqda. Bu avtomobil oilaviy foydalanish, ish safarlari yoki uzoq yo'llar uchun ideal tanlovdir. Agar siz zamonaviy, qulay va kuchli sedan izlayotgan bo'lsangiz, 2026 Chevrolet Epita siz kutgan avtomobil bo'lishi mumkin. Yoqsa, videoga like bosishni, kanalga obuna bo'lishni va yangi avtomobil yangiliklarini kuzatib borishni unutmang.